yoshlarning komitetini tuzmoqchimiz. Yoshlarga biz boshliq qilib, yoshlarni jalb qilmoqchimiz. Chunki bizdan keyin qolsa yoshlar bizning shu urf-odatlarimizni, kelajakda qiladigan ishlarni taqsimlab berib olmoqchimiz. Chunki yoshlar bo'lmasa bizdan keyin yoshlar qaysi sohada bo'lsin, sport sohasida bo'lamdi, hunarmandlik sohasida bo'lamdi. Qanday sohada bo'lsa o'zimizning madaniyatimizni, tilimizni o'rganishiga aniq qilamiz. Shuning uchun bizning Uyg'ur tilimiz bo'lgansa yo'qolib ketbardi. Kimdir o'zbekcha gap qildi, kimdir oilada o'rischa gap qildi. Lekin uyga kelganda ko'pchilikning oldida tildan so'zlashdan qiynaldi. Shuning uchun men deyman, har bir oila o'zining uyida o'zining ona tilini yo'qotmaslik kerak deb o'ylayman. Shuning uchun yoshlarga deydiganim, qanday sohada bo'lmasin, bular bizning o'zining tarixini, madaniyatini bilish kerak deb o'ylayman. Olma-ota shahar Uyg'ur madaniy markazi. Biz sizlarni O'zbekiston Respublika madaniy markazi nomidan chin ko'ngildan bayraminglar bilan tabriklaymiz. Birinchidan, sizlarda ishlayotgan shu insonlarga birinchidan sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlikni tilaymiz. Inoq, ittifoq bo'lib, birlik bo'lib, birliginglar yo'qolmasin. Biz sizlar bilan har doim birgamiz, niyatlarimiz bir, oldimizga qo'ygan rejalarimiz bir. Xudo xolisa shu rejalar bajarilsin. Sizlarga omad, tinchlik, xotirjamlik. Fursatdan foydalanib, shunchalik mana bizning Uyg'ur xalqimiz qayda, dunyoning qaysi chekkada bo'lmasin, hamma yerda ish qilib yaxshi yashayapti deb o'ylayman. Shuning uchun Uyg'ur xalqiga o'zimning tiligim sog' salomat bo'linglar. Uyda xotirjamlik deyman. Xotirjamlik degan gap bu uyingda hamma narsa bo'lsa, sog' salomat bo'lsang, shu cho'ng baxt deb o'ylayman. Hammanglarni salomatchilik tilayman, umringlar uzoq bo'lsin, kelajakda erishayotgan orzularga, niyatinglarga yetinglar deb o'ylayman.